uni Qoraxon deb atashdi. Olimning dunyodagi yagona suyanchi, sirdoshi va do'sti, u bilan birga o'sgan mana shu Qoraxon edi. Olim gapira olmasa-da, Qoraxon uni birgina nigohidan, qo'l harakatidan nima xohlayotganini tushunar. Olim xafa bo'lib yig'laganida Qoraxon boshini egib, xuddi "Men sen bilanman" degandek ohista pishqirardi. Olim faqat shu otning yonida o'zini yolg'iz his qilmas edi. Qishloq bolalari olim soqov bo'lgani uchun uni ustidan kulishar, davralarga qo'shishmasdi. Bir kuni u tengdoshlaridan xafa bo'lib, yig'lab, qishloq chetidagi yaylovga qochib ketdi va bir daraxt tagida o'tirib, tilsizligiga alam qilib yig'ladi. Shu payt hali kichik toychoq bo'lgan Qoraxon unga yaqin